Hop, Minecraftda bir o'zingiz o'ynab ketdingizmi? Unda men sizlarga Mo'jal Launcher ilovasini taklif qilaman. Bu ilovada do'stlar, bu ilova Java versiyaga o'xshab ishlab chiqarilgan bo'lib, unda Bitvar serverlariga kirib o'ynashingiz mumkin. Men bugun bu videoda sizlarga o'sha Mo'jal Launcher ilovasini tortib nastroyka qilishni o'rgataman. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'ling. Men obunachim fevral oxirigacha 10 ta bo'lmoqchiman. Hop. Birinchi o'rinda do'stlar, Play Marketga kirib turib Mo'jal Launcher deb yozasizlar va mana bunday rasm kelib chiqadi. Buni ustanovka qilib olasizlar do'stlar. Hop. Atiga 130 megabayt. Bunda mana shunaqa kontrollar narsalar. Hop, o'rnatib bo'lgandan so'ng buni ichiga kirasizlar. Hop. Bu yerda ruxsat tugmasini ezib, bu yerda local account so'zini ezib, shu bu yerga o'zingizning nominglarni kiritasizlar. Aziko chiziqcha uz deb qo'yaylik, masalan mening nomim. Hop, bu yerda versiyalar tanlaysizlar. Keyin Create Fabric Instant tashqi joy tanlaysizlar. Bo'l. Hop, bu yerda 1.19.3 versiyani tanlayman men. Hop. Bu yo'q. Maytdan ekan. Hop, Release va Bob eng yangi versiya. Bo'l, mana 1.21.11. Bitta custom control do'stlar, bitta control. Maslahatimni delete qilamiz. Bu tursin, keyin inventor sheetda turadi. Bu 3D so'zni anaqa qiladi. 3D shaxs o'zgartiradi. Chiqib bo'lganingizdan so'ng, hop, bu yerda save degan chiqadi. Keyin bu yerga xohlagan narsalarni yozib qo'yasizlar. Keyin tayyor degan so'zni yozib, keyin save and exit. Hop, endi bu yerda 2 soat cho'ziladi mana. Hop. Do'stlar, kirib olganinglardan keyin bitta multiplayer ham chiqadi. Do'stlar, agar kanalimga 10 ta obunachi bo'lsa, sizlarga shunaqa serverlarda, bitta hamma Java hop, kiramiz. Hop, mana mayda chiqadi bemalol. Hop, world. Mana sekin mashina qilib kompyuter qanday bo'lsa shunday bo'ladi. Agar eski versiyani o'rnatsanglar, eskirog'ini o'rnatsanglar ham bo'ladi, lekin hop, qiyin matlar berman. Hop. Itu dalam tangga. Kirmabdi. Voy, qanday yo'tib oladi? Mana xuddi shunaqa. Hop. Nima bor ekan? Lumayan.
sizlarga ko'rmashganim bo'lishi mumkin. Lekin menga shu voy mana respawn. Hop, men 3D mana qaranglar do'stlar, men free urwan, free deyapman shunaqa bo'ladi. Sekashni tarafga qo'ygan. Bu koordinatalar mana do'stlar. Hop. Shunaqa do'stlar. Shu alginaqa bunda mashina topib ko'ringlar zo'r. Men badlar hop. Naql do'stlar. Telefon obunachi men bu yerda media izini bo'ldi. Litva serverlarga kirishni o'rgataman. Albatta, serverga kirishni ham o'rgataman. Xohlasangiz. Hammaga